Assalomu alaykum akalar. Mana bugun 11-mart. Qo'qon shahridan olib boryapmiz videomizni. 3 bo'lib trisikillarimizni obzor qilib beramiz sizlarga. Mana birinchida ko'rib turganlaring ochiq variantda esa. Motor miyalari 800 vattli bo'ladi. Akkumulyatorlar 520 amperli jihozlangan. Oldinlar LED faralariga ahamiyat berasizlar. Yurish tezligi 35-40, to'la zaryadkasi bilan 50-60 km/h masofa bosaveradi. Ko'rib o'tasizlar, planshet tablolar bilan jihozlangan. Qo'l tormoz, oyoq tormozlar bor ruchnoylari. Pulutlari ham kalitlar ikkitadan bo'ladi. Koja signallarimiz hozirlangan mana. Original koja. Orqasida yukxonalari ham mavjud. Mana karzinkalar qo'yilgan. Sedanasida ham yukxonasi bor. 2 kiloga cho'k ko'taraveradi mana. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini $700 dan beryapmiz. Son cheklangan ulgurib qolasizlar. Keyingi modelimiz tomli model bo'ladi. Xuddi shu an tomlisi. Akkumulyatorlar 5 tali bo'ladi uniki. Motor miya 800 vatt. Narxiga keladigan bo'lsa, shuni $800 dan beramiz. Tentlar bilan komplekt. Yonida esa fioletli rangi. Buni ham hamma joyi bir xil. Buni ham narxi $800 dan. Ayollarga hobisini maza minishadi. Bundan keyingi modelimiz kattaroq bo'ladi bunisi. Motor miyalar 1000 vattlik. Oldindan o'z bilingan farqi, LED faralari, sirenalari ham katta bo'ladi. Akkumulyator 532 amperli bo'ladi. Yurish tezligi 35-40, 60-70 km/h masofa bosadi. Mana planshet tablolari, buni ichida Alexa funksiyasi ham mavjud. Xitoycha gapirsalaring hamma kelin qiladi. Buni narxini $1100 qilib beramiz. Dastavkalar O'zbekiston bo'ylab mavjud. Kelishgan holatda pulli bo'ladi.